Bu kunlar, yo mening Allohim, o'zing bandalaringga ro'za tutmoqni farz etib buyurgan kunlaringdir. Buning ila sen o'z yaratilmishingga nozil etgan qonunlaring kitobi muqaddimasini bezading hamda osmon va zamindagilarning ko'z o'ngida o'z hukmlaring xazinasini ziynatlantirding. Ushbu kunlarning har bir soatini sen o'ziga xos bir fazilat ila siyladingki, buni o'zingdan bo'lak, ya'ni ilmi butun borliqni qamrar zotdan bo'lak hech kim anglab yeta olmas. Sen shuningdek o'z farmoning lavhiga va o'z qat'iy hukming bitiklariga uyg'un o'laroq har bir ruhga ushbu fazilatdan o'z nasibasini belgilab berding. Bundan da ortiqroq ushbu bitiklar va lavhlarning har bir varag'ida yerdagi xalq va elatlarning har biriga o'z ajrini belgilab berding. O'z otashin oshiqlaringga o'z farmoyishingga muvofiq holda har sahar seni zikr etmoqlik qadahini saqlab qo'yding. Yo hokimlar hokimi, bu bandalar sening behisob hikmatlaring sharobidan shu qadar mast bo'ldilarki, seni ta'rifingni so'ylamoq va fazilatingni yuksaltmoq shavqidan o'z to'shaklarini tark etib turarlar va sening huzuringga yaqinlashmoq va sening ne'matlaringdan ulush olmoq uchun uyqudan kecharlar. Ularning ko'zlari har doim sening inoyating mashrig'iga tikilar, yuzlari esa sening ilhoming chashmasiga yo'nalgan. Shunday ekan, bizga ham, ularga ham o'z marhamating bulutlaridan o'z karomating va fazilating samosiga loyiq bo'lganini yog'dir. Noming yuksalsin, yo mening Allohim. Bu o'sha soatkim. Unda sen o'z mavjudoting qarshisida saxovat eshiklarining qulflarini yechib, zamin ahli oldida o'z mehr muruvvating darvozalarini keng ochib qo'yding. Sening yo'lingdan qon to'kkanlar haqqi, sening ila ko'rishmoq shavqini deb o'zlarini sen yaratgan har qanday yaratilmishdan ozod etganlar haqqi, sening ilhoming xush iforidan sarxush bo'lganidan badanlarining har bir a'zosi senga ta'rif o'qib, seni zikr etmoqdan titraganlar haqqi ont ichamanki, bizni ushbu zuhurda buyurilgan narsalardan mahrum etma. Zero bu shundayin zuhurki, uning qudratidan har bir daraxt qadimda sen bilan so'zlashgan Musoga yonar butaning so'zlaganlarini so'ylar. Bu shundayin zuhurki, uning qudratidan sening do'sting Muhammadning kunlarida toshlar senga tahsin aytgani kabi har bir kichik tosh sening vasfingni kuylar. Bular o'sha bandalarki, yo mening Allohim, ularni sen o'z fazling ila senga hamdam bo'lishga va o'z mazharing bo'lmish zot ila muloqot qilishga layoqatli etding. Irodang shamollari ila har tarafga tarqalganlarni sen qayta o'z panohing ostiga birga to'plading va o'z saroying huzuriga dohil etding. Endi ular sening marhamating chodiri soyasi ostida yashar ekanlar, ularga ko'mak ayla, toki ular mana shu yuksak maqomga loyiq bo'la olsinlar. Ularni, yo ilohim, sening yoningda bo'la turib, seni taniy olmagan va seni ko'ra turib, huzuringdan mahrum qolganlar qatoriga qo'shma. Bu bandalar, yo ilohim, sening ila birlikda eng buyuk zindonga kirib, uning devorlari ichida sening farmonlaring lavhlari va sening hukming bitiklarida buyurilgan tarzda ro'za tutganlardandir. Binobarin, ularga sen xushlamaydigan barcha narsalardan toza etguvchi har ne bo'lsa yuborgin, toki ular o'zlarini borlig'icha senga bag'ishlab, o'zlarini sendan boshqa har narsadan to'liq ayirsinlar. So'ngra, yo ilohim, sening fazilatingga loyiq bo'lgan va karomatingga yarashgan narsalarni ustimizga yog'dir. Yana esa bizni, yo ilohim, senga zikr aytib yashashga, muhabbating uchun jon berishga qodir ayla. Bizga sening keyingi olamlaringda
sendan boshqa hech kim bilmaydigan olamlaringda o'z huzuringga yetishishni nasib ayla. Sen bizning Rabbimiz va butun olamlarning Rabbisisan. Osmon va zamindagi barchaning Xudosisan. O'z kunlaringda, yo mening Allohim, sening azizlaring boshiga nelar tushganini ko'rursan. Sening jamoling menga guvohlik berar. Sen saylaganlarning ohlari osmon va falakka ko'tarildi. Ulardan ba'zilari sening yurtingda iymonsizlar tomonidan asirga olinib, sening yoningga kelmoqdan va sening dargohingga yetishmoqlikdan mahrum etildilar. Boshqa birlari esa senga yaqinlasha oldilar, ammo ularga sening yuzingni ko'rishga izn bermadilar. Yana boshqa birlari esa sening dargohing chegarasiga kirib, senga boqmoq shavqiga ijozat berildi-yu, ammo ular sening yaratilmishing bo'sh tasavvurlariga va sening insonlaring orasidagi zolimlarning zulmiga, o'zlari bilan sening orangga to'siq bo'lishlikka imkon berdilar. Bu soatni, ilohim, sen har bir boshqa soatdan ustun etding va uni yaratgan bandalaring ichra eng saralariga oid qilding. Sendan yolvoraman, yo mening Allohim, sening haqqing va ular haqqi ushbu yil davomida bizga o'z suyuklilaringni yuksaltiradigan narsalarni nasib et. Qolaversa, bu yilning ichida shunday narsalarga hukm berki, sening qudrating quyoshi jamoling ufuqidan porloq yog'du sochsin va sening hukmron qudrating butun dunyoni yoritsin. O'z amringni muzaffar ayla. Ilohim, dushmanlaringni esa bo'ysundir. So'ngra bizga bu dunyoyu u dunyoning ezguliklarini yozgin. Sen barcha yashirin sirlarni bilguvchi haqsan. Sendan boshqa har doim ato etguvchi, himmat sohibi bo'lmush iloh yo'qdir.